Londonda ilk bor huquq sohasida Uzbek Law Day forumi tashkil etildi. Unda O'zbekiston va Buyuk Britaniyaning yetakchi yuridik hamda investitsion kompaniyalari, xalqaro moliyaviy tuzilmalari va davlat idoralarining 100 dan ortiq vakillari ishtirok etdilar. Uzbek Law Day forumi O'zbekistonning xalqaro miqyosda nufuzini mustahkamlash, mamlakatimiz huquq tizimini targ'ib qilish hamda ikki davlat yuridik hamjamiyatlari o'rtasida professional aloqalarni rivojlantirish maqsadida o'tkazildi. Mazkur tadbir tajriba almashish, huquqiy islohotlarni muhokama qilish va ikki mamlakat yuristlari o'rtasida barqaror muloqotni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Forumda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlari, xorijiy investorlar uchun yaratilayotgan huquqiy kafolatlar, sud mustaqilligi va adolat biznes muhitini ta'minlash yo'nalishidagi sa'y-harakatlar keng muhokama qilindi. Tadbir doirasida Toshkent xalqaro arbitraj markazi hamda Buyuk Britaniyaning Barnes Law, Curtis, Latham and Watkins, Eldwick Law, Steptoe International kabi bir qator yuridik kompaniyalari rahbarlari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Tomonlar xalqaro huquqiy hamkorlikni yanada mustahkamlash, Buyuk Britaniyaning yetakchi yuridik kompaniyalari va konsalting agentliklari bilan amaliy aloqalarni kengaytirish masalalarini muhokama etishdi. O'zbekistondagi xususiy sektorni rivojlantirish, investitsion loyihalarni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va qonuniy kafolatlar masalalari bo'yicha fikr almashildi. Tadbir ishtirokchilari Uzbek Law Day forumi tashabbusini yuqori baholab, uni ikki mamlakat o'rtasidagi huquqiy muloqotni rivojlantirish, biznes hamkorlikni kengaytirish va investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilashga qaratilgan muhim qadam sifatida e'tirof etdi. Shuningdek, forum doirasida ilk bor O'zbekiston-Britaniya yuridik assotsiatsiyasi tashkil etildi. Uning asosiy vazifalari sifatida ikki mamlakat huquqshunoslari o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish, yurisprudensiya sohasida ilmiy, ta'lim va amaliy dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, huquqiy amaliyotda tajriba almashish, O'zbekiston va Buyuk Britaniya huquqiy tizimlarini o'rganish, shuningdek har ikki mamlakatdagi qonunchilik va huquqiy amaliyotning holati hamda mavjud muammolarni tahlil qilish belgilandi. Forum yakunlariga ko'ra, O'zbekiston va Buyuk Britaniya kompaniyalari o'rtasida huquqiy hamkorlikka oid bir qator kelishuvlarga erishildi.